Bu avtomobil oddiy yuk mashinasi emas, balki mehnat, ishonch va mustahkamlik ramzidir. Oq rangdagi Suzuki pikap yorug' va zamonaviy avtosalon ichida turganida, u darhol poklik, soddalik va ishonchlilik tuyg'usini uyg'otadi. Uning dizayni ortiqcha bezaksiz, ammo har bir chizigi amaliy maqsadga xizmat qiladi. Old tomondan qaralganda avtomobil ixcham bo'lsa-da, muvozanatli ko'rinadi, faralari aniq va sodda. Bu avtomobil oddiy yuk mashinasi emas, balki mehnat, ishonch va mustahkamlik ramzidir. Oq rangdagi Suzuki pikap yorug' va zamonaviy avtosalon ichida turganida, u darhol poklik, soddalik va ishonchlilik tuyg'usini uyg'otadi. Uning dizayni ortiqcha bezaksiz, ammo har bir chizigi amaliy maqsadga xizmat qiladi. Old tomondan qaralganda avtomobil ixcham bo'lsa-da, muvozanatli ko'rinadi, faralari aniq va sodda. Old panjaradagi Suzuki belgisi esa bu mashina ishonchli va tajribali brendga tegishli ekanini ko'rsatadi. Kamera asta-sekin old tomondan yon tomonga harakat qilganda, avtomobilning umumiy proporsiyalari va tanasining mustahkamligi yaqqol seziladi. Bu dizayn shahar ko'chalarida, tor yo'llarda va ish joylari atrofida qulay harakatlanish uchun yaratilgan. Avtomobil o'lchami kundalik foydalanish uchun juda mos, u na juda katta, na juda kichik. Shu sababli u yuk tashish, savdo, xizmat ko'rsatish va turli biznes ehtiyojlari uchun ideal hisoblanadi. Yon tomondan ko'rilganda, gildiraklari va osma tizimi mustahkamlikni namoyon etadi. Bu avtomobil og'ir yuklarni ko'tarish, uzoq masofalarni bosib o'tish va turli sharoitlarda ishlash uchun mo'ljallangan. Har bir detal uzoq muddatli foydalanishni hisobga olib ishlab chiqilgan. Bu mashina faqat tashqi ko'rinish bilan emas, balki ichki kuchi bilan ham o'zini namoyon qiladi. Orqa tomonga o'tganda, yukxona keng, tekis va qulay ekani darhol ko'zga tashlanadi. Aynan shu joyda Suzuki pikap o'zining haqiqiy vazifasini ko'rsatadi. Bu avtomobil yuk tashish uchun ishonchli hamroh bo'lib, kundalik mehnatda doimo yoningizda bo'ladi. Orqa chiroqlar sodda, lekin aniq ko'rinadi. Yukxona eshigi esa mustahkam va qulay tarzda ishlab chiqilgan. Orqa qismdagi Suzuki yozuvi esa brendga bo'lgan ishonchni yana bir bor tasdiqlaydi. Avtomobil atrofida to'liq aylanib chiqilganda, uning har bir qismi aniq bir maqsad asosida yaratilganini tushunish mumkin. Bu yerda ortiqcha elementlar yo'q, faqat real ehtiyojlar hisobga olingan. Shu sababli bu pikap kichi. Bu avtomobil oddiy yuk mashinasi emas, balki mehnat, ishonch va mustahkamlik ramzidir. Oq rangdagi Suzuki pikap yorug' va zamonaviy avtosalon ichida turganida, u darhol poklik, soddalik va ishonchlilik tuyg'usini uyg'otadi. Uning dizayni ortiqcha bezaksiz, ammo har bir chizigi amaliy maqsadga xizmat qiladi. Old tomondan qaralganda avtomobil ixcham bo'lsa-da, muvozanatli ko'rinadi, faralari aniq va sodda. Old panjaradagi Suzuki belgisi esa bu mashina ishonchli va tajribali brendga tegishli ekanini ko'rsatadi. Kamera asta-sekin old tomondan yon tomonga harakat qilganda, avtomobilning umumiy proporsiyalari va tanasining mustahkamligi yaqqol seziladi. Bu dizayn shahar ko'chalarida, tor yo'llarda va ish joylari atrofida qulay harakatlanish uchun yaratilgan. Avtomobil o'lchami kundalik foydalanish uchun juda mos, u na juda katta, na juda kichik. Shu sababli u yuk tashish, savdo, xizmat ko'rsatish va turli biznes ehtiyojlari uchun ideal hisoblanadi. Yon tomondan ko'rilganda, gildiraklari va osma tizimi mustahkamlikni namoyon etadi. Bu avtomobil og'ir yuklarni ko'tarish, uzoq masofalarni bosib o'tish va turli sharoitlarda ishlash uchun mo'ljallangan. Har bir detal uzoq muddatli foydalanishni hisobga olib ishlab chiqilgan. Bu mashina faqat tashqi ko'rinish bilan emas, balki ichki kuchi bilan ham o'zini namoyon qiladi. Orqa tomonga o'tganda, yukxona keng, tekis va qulay ekani darhol ko'zga tashlanadi. Aynan shu joyda Suzuki pikap o'zining haqiqiy vazifasini ko'rsatadi. Bu avtomobil yuk tashish uchun ishonchli hamroh bo'lib, kundalik mehnatda doimo yoningizda bo'ladi. Orqa chiroqlar sodda, lekin aniq ko'rinadi. Yukxona eshigi esa mustahkam va qulay tarzda ishlab chiqilgan. Orqa qismdagi Suzuki yozuvi